boshqasi hammasiga asl sabab bitta narsa. Bizni shunga programmalashtirishdi va biz ilm olmayapmiz. Agar ilm olsak hammasida yechim bor. Bitta narsa hozir prezidentdan so'rashlaringiz mumkin, hokimdan so'rashlaringiz mumkin, bobomdan so'rashlaringiz mumkin, lekin iloji yo'q agar shu narsaga xalq tayyor bo'lmasa, ilman, fahm farosat tarafdan, ilm tarafdan tayyor bo'lmasa, u narsalarni o'zgarishlarning foydasi yo'q. Nimadir o'zgarish bo'lsa, undan foydalanib bilmasak, uni qabul qilib bilmasak, unga yo'nalish berib bilmasak, uni qanday foydalanishni bilmasak, nima foydasi bor? Bu dunyoda hamma narsani o'zgartirishga asosiy sabab bu ilm. O'sha Amerika ham, boshqasi ham o'zgarishiga asosiy sabab ularni yo'nalishi, ilm olishi. Ilm olsak hamma narsa o'zgaradi. Даже Buxoroni ham Amerika qilsa bo'ladi. Tushunib yetish kerak. O'zimizda fond bozorimizni shakllantirish kerak. O'zimizda fond bozori yo'q. Amerikaning kompaniyalari rivojlanishiga pul tiqyapmiz. Ular foyda ko'radimi, bizmi? Tushunib yeting, agar o'zimizni rivojlanishimizni xohlasak, ilm olishimiz kerak. Daladagi ketmonni qo'ying, kitob oling.